Assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan yana Muhammadjonov. Bugungi videomizda sizlar bilan Instagramdagi videolarni sifatli qilib qo'yishni, ya'ni kачествосini oshirib qo'yishni o'rganamiz. Ko'pchilik Instagramga video qo'yganda videolari xira bo'lib qolganini sezishadi. O'shani hozir to'g'rilaymiz. Bu albatta nimaga kerak bizga desalar, videolaringni reykka chiqishi uchun обязательно kerak bo'ladi. Buning uchun tepada turgan 3 ta nuqtachani bosamiz. Bosgandan keyin sal pastroqga tushamiz-da, качество media faylov degan yozuv bor, o'shaning ustiga bosamiz bir marta. Mana 3 ta pitichka doim yoniq turishi kerak. Shunda Instagramga qo'ygan videolaring качественный tiniq holatda qo'yiladi. Bu albatta reykka chiqishiga sabab bo'ladi. Keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qo'yib ketinglar. Albatta video o'qib chiqaman. Obuna, like bosish esdan chiqmasin. Rahmat.